Sadir Japarovning Qirg'izistonda amalga oshirgan ishi. Ma'lumki, Qirg'izistonda boshqa davlatlardan farqli o'laroq, qo'shni davlatlardan balki rekord deb aytsak bo'ladigan 6 marotaba prezident almashdi. O'sha Sovet ittifoqining oxirgi yillaridan boshlab sanasak agarda 6 marotaba prezidentlarni ko'rishdi, yangi prezidentlarni, 6 ta prezidentlarni deb aytishimiz mumkin. Yaxshimi bu, qanday yomonmi? Har holda shunday bo'ldi bularning tarixi. Va mana shu inqilobiy bir ko'rinishda sodir bo'ldi prezidentlarning almashuvi deb xalq norozi bo'lib, prezidentdan degandek yangi prezident saylandi, undan keyin undan ham norozi bo'lishdi, yana saylandi. Mana shu jarayon, dinamik jarayon, xalq qo'zg'alishi, jamiyat ko'tarilishi, norozilik bildirilishi ayrim kuzatuvchilarga, ekspertlarga dunyoda Qirg'iziston Markaziy Osiyoda bir o'ziga xos bir siyosiy tizimi bilan ajralib turibdi. Bu demokratiya oroli degan bir nima berishdi. Bir ularga maqtov qilib ko'rsatishdi, tasvirlashdi Qirg'izistonning siyosiy rejimini, siyosiy tizimini. Men bu yondashuvni unchalik qabul qilmadim, qo'shilmadimki, nimagaki to'g'ri yuzaga qaraganda faqatgina yuzaga birinchi taassurot xalq ko'tarilyapti. Qarangki, prezidenti hattoki almashtiryapti, yangisini saylashga qodir bo'lyapti. Kerak bo'lsa u ham ularni qoniqtirmadi-da. 3-sini, 4-sini va hokazo. Lekin buni katta lekini bor-da. Agarda birinchisini ikkinchisi bilan almashtirishgan bo'lsa, buni revolyutsiya desak, demokratiya oroliga xos bir jarayon bo'ldi desak, nimaga uni ham ag'darishdi? Undan ham qoniqishmadi. Demak, uni rejimi ham bo'lsin, u korrupsion rejim bo'lsin, u xalqning talablarini, ehtiyojlarini qoniqtira olmaydigan va hokazo bo'lsin. Mayli. 3-sini saylashdi. 3-si ham undan ham battar bo'ldimi deymizmi? Baribir u ham qoniqtirmadi xalqni. Demak, hech qaysi demokratik bo'lmagan ekanda. O'sha korrupsion bo'lganligi uchunmi, boshqa kamchiliklar va buzg'unchiliklar tufayli xalq ag'daraverdi, almashtiraverdi. Demak, birontasi ham demokratik qadriyatlarga, inson huquqlari degan qadriyatlarga javob bermagan ekanda deb, qanaqa bo'lsin u orol, demokratik orol deb o'zimcha xulosa qildim-da. Shuning uchun menimcha buni albatta ijobiy jihatlari bor. Har holda bu saboq bo'ldi xalq uchun, jamiyat uchun, siyosiy faollik uchun. Jamiyatning ko'zi ochildi, fuqarolarning faolligi oshdi, to'g'ri deb pishib bordi deymiz. Siyosiy ongi, tafakkuri pishib bordi. Xalqni ham, siyosiy elitani ham Qirg'izistonda. Lekin mana shu yosh davlat uchun, kichik zaif davlat uchun hali balki darrov mana bunaqa bir demokratik nima deymiz, rejimni liberalning ko'rinishida, liberal ko'rinishida barpo etib, shunday davom ettirish ertamikin, balki mana ko'rinib turibdiki, 6 marotaba almashish birontasi ham demokratiyaga olib kelmayapti. Balki avtoritar elementlar ham muhimdir. Nima deymiz? Hali kerakdir. O'tish davrida deymizmi? Qolaversa, jahon teoriyasi ham, siyosatshunoslik teoriyasi ham mana hozir shuni o'ylayapti. Qanchalik hozir biz demokratiyaga doim urg'u berib, demokratiyani talab qilishimiz kerakda, xuddi avtoritar rejimlarning afzalliklari yo'qdek, balki ularning ham ijobiy elementlar, boshqaruv sifat nuqtai nazaridan yo'qdek deb qabul qilmasligimiz kerakdir. Sifatli mana Singapurni ko'p aytishadi va hokazo boshqalarni. Balki rostdan ham qirg'izistonliklar uchun qattiq o'ziga ishongan, jiddiy, mayli avtoritar elementlari mavjud bo'lgan rahbariyat kerakmikan deb ham o'zim ham o'ylab qoldim. Barqarorlik uchun, siyosiy barqarorlikni ta'minlash uchun va shu siyosiy barqarorlikni ta'minlagan holda islohotlarni olib borish uchun kerakmikan? Hadeb mana bunaqa g'alayon ko'taravermasdan deb o'yladim. Balki Japarov mana shunday rahbarmikan de oldingilardan farqli o'laroq. Lekin shu bilan birga aqli raso, baribir demokratik qadriyatlarni e'tirof etgan, ulardan voz kechmagan inson bo'ldi. Qarang, o'tgan yili qanday qiziq bir nimani olib bordi, bir nima deymiz, yig'inni. Barcha sobiq prezidentlarni Dubayda yig'ib konsensusga erishish, hali murosaga erishish maqsadda ular bilan uchrashuv o'tkazdi. Haqiqatda bunga iroda topa oldimi? Akayev birinchi prezidentdan tortib to undan oldingisi bo'lgan Jeenbekovgacha hammaliga yig'ilishdi. Mana shu kelaylar endi Akayevchilar bir sinf deylikmi, Jeenbekovchilar boshqa sinf bo'lsa, agarda Atambayevchilar boshqasi, bunaqalarga bo'linmaylikda, Bakiyevchilarga bo'linmasdan
xalqni o'ylaylik, birlashaylik, umumiy milliy manfaatlar asosida birlashaylik, bo'linmaylik. Unaqa asli aks holda hech qanaqa rivojlanish ham islohotlar ham bo'lavermaydi, parokanda bo'laveradi, bo'linib ketamiz mamlakat sifatida deb ham aytdi. Mana shunday bir qiziq innovatsion deylik, siyosiy qadam qo'ydi Japarovda. Uni baribir o'zini Qirg'iziston o'zidagi ekspertlar turlicha baholashyapti aslida. Bu fenomenni, bu shaxsiyatni Japarovni. Ayrimlari bu avtoritar maylin prezident bo'lsa ham o'ziga yarasha hozir barqarorlikni ta'minladi, qo'shnilar bilan munosabatlarni barqarorlashtiryapti, qancha muammolarni hal qilishga erishdi desa, tanqidchilari esa demokratik yo'ldan og'di. U prezidentlik hokimiyatni kuchaytiryapti, konstitutsiyani o'zini foydasiga o'zgartirdi, parlament sistemasidan prezident sistemasiga o'tyapti, kontrolni kuchaytirdi hozir degandek, o'zini manfaatini xuddi o'ylagandek, hokimiyatini o'ylagandek deb tanqid qilishyapti. Yana mana shu tanqidchilarning uchun bir yana bir nima deymiz, sabab bo'lgan o'tgan yili Qirg'izistonda bir juda ham noxush desak ham bo'ladi, bir jarayon sodir bo'ldi. Parlament xorijiy vakillar to'g'risida qonun qabul qildi. Bu qonun sobiq Sovet Respublika makonida, deylik, 3-davlatda qabul qilingan qonun bo'ldi. Birinchisi Rossiya bo'lsa, xorijiy agentlar deyiladi ularda. Gruziyada ham xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun bo'lsa, Qirg'izistonda xorijiy vakillar to'g'risidagi qonun. Ya'ni bu fuqarolik jamiyati institutlari, nodavlat, notijorat tashkilotlar agarda xorijiy manbalardan grantlar, mablag'lar, moliyaviy mablag'lar olsa, ular nazorat ostiga tushadi. Ular xuddiki xorijiy agentlar, xorijiy buyurtmani, xorijiy bir qaysidir kuchlarni yoki tashkilotlarni buyurtmasini bajaruvchi tashkilot degan bir tamg'ani osib olishadi ularga, osib qo'yishadi ularga deb, mana shunday nazorat ostida turadi. Albatta, demokratiya uchun bu zid qonun va jamoatchilik, fuqarolik jamiyati Qirg'izistonda buni qabul qilmadi, juda ham qattiq tanqid qildi va Japarov oxir-oqibat bunga aralashib, hech qanday bir siquv bo'lmaydi nodavlat, notijorat tashkilotlari, bu shunday bir faqatgina tartibga keltiruvchi qonun deb oqlashga harakat qildi. Qanday bo'lmasin, mana shunday qonun paydo bo'layotganligini o'zi faqatgina 3-davlat bo'ldi Rossiyadan keyin, sobiq Sovet makonida deb baribir tanqid ostiga tushdi. Lekin va uning rejimi. Bu endi birinchi davlat Rossiyaga tushunarli, lekin undan keyingi ikki davlat bu sobiq ittifoqda siyosiy tomondan demokratik deb ataladigan davlatlar edi. Masalan, Gruziya bittasi, ikkinchisi Qirg'iziston. Mana Gruziyada hozir qandaydir men yaqinda borib keldim, o'tgan safar gaplashdik, buni orqaga qaytish deb aytishyapti. Gruziyalarning o'zi aytayapti, biz orqaga qaytyapmiz demokratiyadan, hattoki Yevropa ittifoqiga yo'l ham hozir yopilyapti kirishga deb aytishyapti. Ya'ni mana lekin shunga qaramasdan Japarovchi mana endi buni qora va oq degan ikkita rangda bo'yash, tasvirlash balki noto'g'ri bo'lar, o'ziga yarasha kuchli prezident deb o'zini ko'rsatishga intilyapti. Mana oling 2023-yilda ODKB degan tashkilotda Rossiya boshchiligida deymiz bo'lgan harbiy alyansda, harbiy blokda harbiy mashqlarda qatnashishdan bosh tortdi. Qirg'iziston va Qozog'iston va Tojikiston markaziy osiyoliklardan ODKB tashkilotda a'zo. Ya'ni harbiy blokda a'zo bo'lib, Rossiya, Belorussiya, Armaniston bilan birgalikda 6 ta davlat mashqlarda qatnashishga, Tojikistonda bo'lgan mashqlarda bosh tortdi. Va o'zini hududida raisligi bo'lgan paytda Qirg'izistonda harbiy mashqlarni o'tkazishdan ham bosh tortdi. Ya'ni qandaydir ma'noda o'zini mustaqil tutishga, hattoki Rossiyaning oldida harakat qilyapti, shuni ko'rsatishga ham intilyapti. Mana shularni ko'rsatib ham aytishimiz mumkin, tanqid qilsa arzigulik qandaydir siyosati, harakatlari bor bo'lsa, shu bilan birga o'ziga yarasha muvaffaqiyatli qadamlari ham bor. Ayniqsa mana qo'shnilar bilan munosabatlar kuchayayotgani, bitta maslahatlashuv uchrashuvining o'zi Qirg'izistonning o'zida bo'ldi. Ular xo'jayin bo'lib degandek qabul qildi shu sammitni. Cholponatada bo'ldi, haligi aytganimizdek turistik joyda. Va maslahatlashuv uchrashuvlarning mana 5 tasi bo'lgan bo'lsa, ulardan bittasida aynan Qirg'izistonda bo'lganida Markaziy Osiyoda qo'shnichilik, hamkorlik va 21-asrda taraqqiyoti to'g'risidagi bitim aynan o'sha yerda qabul qilindi. Cholponatada. Mana shu bilan ham Qirg'izistonning ulushi deyilmizmi, hissasi maslahatlashuv uchrashuvlarga sezilarli katta bo'ldi. Ya'ni demoqchimanki, mana noxush jarayonlar sodir bo'ldi Qirg'iziston bilan Tojikiston orasida. Xuddi bir endi bu yoqda odamlar xavotirga tushib, ham kuzatuvchilar, tahlilchilar
keskinlashib ketyapti Qirg'iziston bilan Tojikiston munosabatlari degan bir paytda bir tomondan to'g'ri Tojikiston prezidenti aralashuvi, Emomali Rahmon, ikkinchi tomondan esa Sodir Japarov aralashuvi bilan uzoqqa cho'zilmadi bu mojaro. Hali chegara muammosi xuddi O'zbekiston bilan bo'lganidek hali vaqt talab qilsa tinchlantirildi vaziyat demoqchiman. Hali o'zingiz eslatdingiz, mana Kemperabad degan suv ombori bo'yicha qattiqqo'l yo'li bilan hal qildi demoqchiman. Endigina g'alayon bo'li deb turgan bir payti shunda hali stolga urdi degandek vaziyatni tinchlantirdi. Olib olib ketishi mumkin edi. Ha. Bunaqa misollarni yana albatta keltirish mumkin va albatta yana obyektivlik uchun ham aytaylik, bu safar hozir deklaratsiya qabul qilindi. Strategik sheriklik to'g'risida deklaratsiya. Lekin aynan strategik sheriklik to'g'risidagi shartnoma undan oldingi prezident Jeenbekov tashrifi chog'ida O'zbekistonga adashmasam 18-yilda qabul qilingandi. Ya'ni o'shandan beri O'zbekiston bilan Qirg'iziston strategik sherik deb hisoblanadi.